Futbol muxlislarining 90% Barselona haqida ushbu 5 ta faktlarni aniq bilishmaydi. 5-fakt: Messi klubning barcha davrlardagi so'zsiz afsonasi. 600 ta gol bilan klubning asosiy to'purari ham hisoblanadi. 4-fakt: Barselona hech qachon La Ligadan segundaga tushib ketmagan. Ispaniya chempionati tashkil etilganidan beri klub doimiy ravishda yuqori divizionda o'ynagan, hatto eng qiyin vaqtlarda ham. 3-fakt: bu Barselona muxlislarniki. Uning aniq bir egasi yo'q. Ular Socios tomonidan boshqariladi, ya'ni muxlislar prezident saylaydi va muhim qarorlar uchun ovoz beradi. 2-fakt: Barselona futbol tarixida 11 kishilik asosiy tarkibini faqat o'z akademiyasidan chiqargan ilk jamoa hisoblanadi. 1-fakt: Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. Kules bu nima? Bu nom eski stadiondan kelib chiqqan. Muxlislar baland devorga o'tirishadi va ularning ortidagilar o'yinni emas, aynan boshqa muxlislarning kuleslarini, ya'ni dumbalarini ko'rib o'tirishadi. Shundan so'ng Barselona muxlislari kuleslar, ya'ni orqasi ko'rinib turgan muxlislar deya nom oladi.